Top 5 ta Navarezgacha xizmat qiladigan mashinalar. 5-o'rinda Honda CR-V modeli. IC Cars ma'lumotlariga ko'ra, ushbu model crossoverlarning orasida eng kam servisga kirgan mashina hisoblanar ekan. Uni motori 400 ming kilometrgacha tiq etmasdan yurib berar ekan. 4-o'rin Mercedes-Benz G-Class, ya'ni Gelik. Gelik platformasi asosan voyenniylar uchun ishlab chiqarilgan. Ramalari shunaqa baquvvat ishlab chiqarilganki, u sizga 20 yildan oshiq xizmat qilib beradi. 3-o'rin Lexus LX. LX Land Cruiser premium varianti bo'lgani uchun ishonchlilik darajasi ham juda baland. Texnika bilan motori shu darajada yig'ilganki, u sizga 700 ming kilometrdan oshiq yurib bera oladi. 2-o'rinda Toyota Hilux. Hilux butun dunyo bo'yicha eng ko'p sinovdan o'tgan mashina hisoblanadi. IC Cars ma'lumotlariga ko'ra, Toyota mashinalari servisga eng kam kiradigan mashinalardan hisoblanadi. Og'ir yukmi, off-roadmi, qormi, yomg'irmi, любой ob-havoda yuravergani uchun uni o'lmas mashina deb aytishadi. 1-o'rinda Gentra desam aldayotgan bo'laman. 1-o'rinda albatta Toyota Land Cruiser. Dunyo bo'yicha eng joni baquvvat jiplar orasida Toyota Land Cruiser har doim yuqori pog'onalarda turadi. Statistika ma'lumotlarga qaraganda 1 milliondan oshiq yurgan Land Cruiserlar dunyo bo'yicha juda ko'p ekan. Eng og'ir sharoitlarda ham o'zini baquvvatligini isbotlagan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? GM mashinalari qancha yurib beradi? Kommentariyada yozib qoldiringlar va menga obuna bo'lishni unutmanglar.